To'xtang, hurmatli ayollar. Bas qiling nolishni. Ozginagina ignaday dog' bilan kelib vahimalar qilib tashlaysiz. Voy, ugri chiqyapti, yuzimni cho'ta sveti unaqa, bunaqa, o'zimdan noroziman, oynaga qaragim kelmayapti. Bunaqa gaplarni juda ham ko'p eshitaman, lekin qizlar agar Xudo ko'rsatmasin sel kelib qolsa, zilzila bo'lsa yoki eslaringizda bo'lsa karantin bo'lgan paytlari hech kimni yuzidagi dog' tugul terisini rangini ham ahamiyati qolmaydi. Agar sizda Xudo ko'rsatmasin onkologik kasallik aniqlansa ham buni umuman ahamiyati qolmaydi. Shu uchun iltimos qizlar, birinchi o'rinda jonimiz sog' bo'lsin. Hadeb yuzingizga qarab 24 soat oynaga termulib, u yog'im bunaqamikan, bu yog'im bunaqamikan, burnimni ozgina kichraytirishim kerak, labimni ozgina kattalashtirishim kerak. Yo'q qizlar. Agar mana shu holatingiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, birinchi o'rinda mana shu dog'laringiz bilan o'zingizni qabul qilasiz. Bo'lmasa stressda umuman dog' ketmaydi. Bilasizlar, kortizol oshsa, hech qachon ugri ham, dog' ham yaxshi bo'lmaydi. Shu uchun qizlar, doim biling, eng muhimi jonimiz sog'. Yig'ishtiring oynaga 24 soat tikilib, yuzdagi kamchiliklarni qidirishni. To'xtang, hurmatli ayollar. Bas qiling nolishni. Ozginagina ignaday dog' bilan kelib vahimalar qilib tashlaysiz. Voy, ugri chiqyapti, yuzimni cho'ta sveti unaqa, bunaqa, o'zimdan noroziman, oynaga qaragim kelmayapti. Bunaqa gaplarni juda ham ko'p eshitaman, lekin qizlar agar Xudo ko'rsatmasin sel kelib qolsa, zilzila bo'lsa yoki eslaringizda bo'lsa karantin bo'lgan paytlari hech kimni yuzidagi dog' tugul terisini rangini ham ahamiyati qolmaydi. Agar sizda Xudo ko'rsatmasin onkologik kasallik aniqlansa ham buni umuman ahamiyati qolmaydi. Shu uchun iltimos qizlar, birinchi o'rinda jonimiz sog' bo'lsin. Hadeb yuzingizga qarab 24 soat oynaga termulib, u yog'im bunaqamikan, bu yog'im bunaqamikan, burnimni ozgina kichraytirishim kerak, labimni ozgina kattalashtirishim kerak. Yo'q qizlar. Agar mana shu holatingiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, birinchi o'rinda mana shu dog'laringiz bilan o'zingizni qabul qilasiz. Bo'lmasa stressda umuman dog' ketmaydi. Bilasizlar, kortizol oshsa, hech qachon ugri ham, dog' ham yaxshi bo'lmaydi. Shu uchun qizlar, doim biling, eng muhimi jonimiz sog'. Yig'ishtiring oynaga 24 soat tikilib, yuzdagi kamchiliklarni qidirishni. To'xtang, hurmatli ayollar. Bas qiling nolishni. Ozginagina ignaday dog' bilan kelib vahimalar qilib tashlaysiz. Voy, ugri chiqyapti, yuzimni cho'ta sveti unaqa, bunaqa, o'zimdan noroziman, oynaga qaragim kelmayapti.